Assalomu alaykum do'stlar. Oramizda hammani ham amerikanskiy YouTube kanal yuritishga imkoniyati yo'q. Kimlardir o'zbekcha YouTube kanal ochib, o'zbekcha kanalni yuritishga majbur va bir tomondan bu narsa aslida to'g'ri ham do'stlar, chunki o'zbek bo'lganimizdan keyin o'zbekcha YouTube kanalni yuritish juda ham oson, qulay bo'ladi o'zimizga. Bugun sizlarga shaxsan o'zimni o'zbekcha YouTube kanalimni misolida qanday qilib o'zbekcha YouTube kanaldan ham yaxshigina soqqa qilsa bo'ladi. Mana shu narsani to'liq sizlarga yo'llarini o'rgataman va mana shu videodan keyin sizlar ham balkim o'zbekcha YouTube kanal ochib, o'zbekcha kanalni продвижение qilishga, ya'ni rivojlantirishga harakat qilib, o'sha narsani ketidan ketishingiz mumkin. O'zbekcha YouTube kanal aslida yomon emas do'stlar. Faqatgina bitta minus tomoni monetizatsiyadangina o'z pul ishlay olamiz, lekin shunda ham monetizatsiyadan pul ishlasa bo'ladi. Bugun sizlarga o'zimning kanalimda to'liq mana shu o'zbekcha YouTube kanalimdan qanday oqimlardan men pul olishimni ko'rsatib o'taman do'stlar. Albatta videorolikni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar, mana shunga o'xshagan foydali videolarni chiqarishda davom etamiz. O'zbekcha YouTube kanaldan pul topishni birinchi yo'li albatta bu monetizatsiya. Buning uchun mana Tvorskiy studiyaga kiraman. Bu mana YouTube kanalim do'stlar, 111 mingta podpisчигim bor. G'irt o'zbekcha YouTube kanal, hammasi o'zbekcha, sarlavhalar, boyagi obloshkalar, gapirishim hammasi bu yerda o'zbekcha. Ko'rib turgan bo'lsanglar, расчетный доход degan joyida $25 ko'rsatib turibdi. Bu oxirgi 28 kunning ichida, ya'ni bir oyga $25-30 pul ishlaydi mana shu kanalim. 100 mingta podpisчик bilan do'stlar. Endi buni ko'rib sizlar qo'rqmanglar, chunki bu juda oz. 100 mingta podpisчик, 111 mingta podpisчиги bilan bu kanal $25-30 oyiga ishlashi bu juda oz deganimiz. Lekin buni boshqa yo'llari bor, albatta uni ham ko'rsataman. Birinchi buni ko'rsatib o'tay. Kirganimizda mana birinchi monetizatsiya bo'limini ko'rsatay, qaranglar do'stlar. Bu yerda tushunarli bo'lishi uchun kirishingiz bilan minimalniy summa $100 deb ko'rsatib turibdi. Hozircha порог до следующего платежа degani misol uchun $65 ko'rsatyapti. Ya'ni hozircha $65 mani boyagi YouTube kanalimda yig'ilgan. Qachon mana shu $65 $100 bo'lsa, bu pulni YouTube mana AdSense akkauntimga jo'natadi. Undan keyin AdSense'dan men bemalol kartamga, Qirg'izistonning kartasiga chiqarib yechib olaveraman bu pulni do'stlar. Bu oy bo'lishi qiyin, keyingi oyda $100 qilib chiqarib olaman do'stlar. Shu. Endi yana analitika bo'limiga o'tsak, masalan qaranglar, bu yerda prosmotrlar mana 28 kunning ichidagi prosmotr 74 mingta prosmotr, bu juda oz do'stlar. 111 mingta podpisчик kanalga bu juda oz, lekin mani kanalim tematik kanal, bu degani bu kanalda, bunday kanallarda prosmotr juda oz bo'ladi. Ya'ni mana o'rgatadigan kanallarda, обучающий kanallarda prosmotrlar oz bo'ladi, effektivness yaxshi bo'ladi. Bunday kanallarda faqatgina promoy reklamadan katta pul ishlasa bo'ladi. Buni ham albatta aytib o'taman. Tak, birinchi mana prosmotrlar, undan keyin время просмотр keladi, mana 6500 soat, undan keyin подписчикlar 28 kunning ichida 2000 ta подписчик qo'shilibdi. Расчетный доход. Xo'p, hozir men sizlarga bitta videomni ko'rsataman. Mana shu YouTube haqidagi darsligim do'stlar. To'liq darslik bu video. Mana shu videom deya qarib 60 mingta prosmotr yiqqan. Mana bugun 60 mingta bo'lib qoladi prosmotr. 60 mingta prosmotrga 22 deyarli $23 pul to'lagan menga YouTube do'stlar. Bu degani bu oz, juda ham oz do'stlar. Sababini hozir sizlarga ko'rsatib aytib o'taman. Qaranglar, bu yerda auditoriya degan joyiga o'tamiz. Nima uchun kam pul to'laganini hozir sizlarga ko'rsataman mana. Auditoriyada pastga tushsak mana birinchi o'rinda O'zbekiston turibdi mana. Populyarniy region prosmotr bo'yicha birinchi o'rinda O'zbekiston 81.5% bilan turibdi. O'zbekistondan ko'rilgan mana shu 81.5% prosmotrga 1 tiyin pul to'lamagan YouTube menga. Undan keyingisi Rossiya 4.4 prosmotr. Bunga ham 1 tiyin pul to'lamagan YouTube. Undan keyingisi Qirg'iziston, Tojikiston bularga ham pul to'lamagan. Faqatgina bu yerda mana 0.4% bilan Qozog'istonga pul to'lagan. Endi faraz qilinglar, mana shu kanalimdagi mana shu prosmotr amerikanskiy bo'lganda hozir men bir $500 pul ishlardim mana shunga. Amerikanskiy kanal bo'lganda imенно 60 mingta prosmotrga $400-500 ham pul ishlasa bo'lardi. Endi albatta o'zbekcha YouTube kanal yuritgandan keyin bu monetizatsiyadan tashqari
to'g'ridan to'g'ri pul ishlaydigan, to'g'ridan to'g'ri reklama oladigan yo'llari bo'ladi. O'zingizni YouTube kanalingizga misol Gmail pochtangizni ulab qo'ygan bo'lasiz. O'sha Gmail pochtangizga to'g'ridan to'g'ri reklamadatellar, reklama oluvchi odamlar yozadi. Buni ham hozir sizlarga ko'rsataman, realni bo'lishi uchun. Mana men Gmail pochtamni ulab qo'yganman. Bu yerga mana ko'rgan bo'lsanglar 7-yanvar, 12-yanvar, 13-yanvar kuni to'g'ridan to'g'ri menga reklama tushgan do'stlar. Bu reklamalarni olasizlarmi, kelishasizlarmi yo'qmi, bu endi o'zingizning ishingizda bo'ladi. Masalan, mana bittasini ko'rsataman. Mana oxirgi qo'ygan videom искусственный intellekt bo'yicha o'shani ko'rgandan keyin 15 mingta prosmotr bo'ldi. 3 ta odam aynan mana shu sohada menga bular o'zbek emas. 3 ta mana shu kompaniya aynan mana shu искусственный intellekt sohasida menga reklama taklif qilishyapti do'stlar. Bu yerda mana ko'rsanglar bo'ladi. O'qib turib, polni o'qib chiqsanglar, xullas reklama mana to'g'ridan to'g'ri reklamalar tushadi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shular hammasi reklama, lekin birortasi o'zbek emas. Hammasi mana shu bilmayman, har xil yurtlardan do'stlar reklama tushadi, lekin bu reklamalarni kelishib turib YouTube kanalingizga joylasangiz bo'ladi. Masalan, oxirgi 3 ta reklama tushgan, mana shu 4 kunning ichida 3 ta reklama tushgan. O'shalarni aytib o'tsam, mana искусственный intellekt haqida reklama kelgan, ya'ni ularning o'zini mana shunday sayti bor ekan, приложенияsi искусственный intellekt bo'yicha o'shani menga taklif berishyapti. Ya'ni men reklama qilib bersam, ular menga aytishyapti, so'rashyapti, qancha pul so'raysan, mana shuni reklama qilib bersam bo'ldi deyishyapti. Undan tashqari menga o'sha искусственный intellektni to'liq pro versiyasini bepul ishlatish imkoniyatini berishadi do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? YouTube'da mana shu videoni o'zbekcha kanal yuritsangiz ham mana shu to'g'ridan to'g'ri reklama olishingiz mumkin. Undan tashqari kollaboratsiya degan narsalar bor. O'zingizning sohangizdagi YouTuberlar bilan reklama almashasizlar va har xil o'zbekcha proyektlarni reklama qilib, o'shani orqasidan katta pul ishlasa bo'ladi. Mana masalan 4 kunning ichida bitta videomning orqasidan do'stlar 3 ta to'g'ridan to'g'ri reklama tushyapti, lekin men ko'rib chiqib mana birortasini balki ma'qul bo'lsa-da, menga ma'qul bo'lsa, sizlarga ma'qul bo'lsa ishlatib ko'raman. Boyagi искусственный intellektlarini действительно yaxshi bo'lsa reklama qilishim mumkin va buning orqasidan menga misol uchun $500, $1000 yoki $2000 pul to'lashlari mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Bitta reklamani orqasidan men kamida $500 pul ishlashim mumkin agar to'g'ridan to'g'ri reklama bo'lsa. Shuning uchun raz o'zbekcha YouTube kanal yuritsanglar, umuman monetizatsiya degan narsani esdan chiqaringlar. Monetizatsiya kerak emas. Biz promoy to'g'ridan to'g'ri reklamadan katta pul ishlashimiz mumkin. Undan keyingisi do'stlar, masalan, o'zbekcha YouTube kanal yuritgandan keyin yana bitta yo'li bor. Bunda siz o'zingizni shaxsiy brendingizni kuchaytirasiz. Masalan, men bu narsani to'g'risi bilmayman, nimaga ishlatmayman. O'zim mana YouTube haqida, internetdan pul topish haqida ko'p narsalarni bilaman. O'shalar haqida, masalan, aynan faqatgina YouTube haqida darslik qilsam bo'ladi. Darslik qilib chiqib, misol uchun 10 kun vaqtimni ajratib, 30 ta darslik qilib, to'liq ikir-chikirgacha o'rgatib, noldan boyagi nuqta virgulgacha o'rgatib, 30 ta to'liq video rolik tayyorlab turib, bitta Telegram boyagi zakryetiy kanal ochib, o'sha yerga joylab turib, har bitta kursimni, mana shu 30 ta darsligimni, to'liq darsligimni kamida bir $10, $20 dan sotsam bo'ladi do'stlar. Lekin men buni qilmayapman, bilmadim nimaga. O'zim ham bilmayman, lekin mana shunday qilib katta pul ishlasa bo'ladi. Masalan, faraz qilinglar, YouTube'da boya YouTube haqidagi darsligimni, oxirgi boya birinchi darsligimni to'g'riroq 40 minutmi, 45 minut bo'lgan. YouTube kanali to'g'ri so'zlab, to'g'ri ochish bo'yicha o'shani prosmotri hozir 60 mingga yaqinlab qoldi. Faraz qilinglar, 60 mingta prosmotr bo'ldi o'sha video. O'shanda men misol uchun darslik olib, to'liq darslik tayyorlab turib, o'shani $10 dan sotsam, bilasizlarmi, 60 mingta prosmotrdan nechta odam mana shu kursimni sotib olishi mumkin. Agar men $10 dan sotsam o'sha kursni tayyorlab turib, 1000 tagacha odamga sotib olaman do'stlar. 1000 ta odamga sotib, mana qaranglar, 10 kun vaqtimni ketkazib, undan keyin 1000 ta odam, bir oy davomida 1000 ta odamga sotib olaman o'sha kursimni. Undan tashqari u kursimni dalshi yillar davomida men sotib yurishim mumkin. Faraz qilinglar, 1000 ta odamga sotdim $10 dan o'sha kursni. $10,000 pul bo'ladi. $10,000 pul bo'ladi. $10,000.
вообще-то o'ylab ko'rsa bo'ladi, nima uchun men shu narsani qilmaganman shu vaqtgacha deb. Ha, mayli, kerak yo'q do'stlar. Men sizlarga bepul o'rgataman deganman, shuning uchun bepul o'rgatyapman do'stlar. Mana shu YouTube haqidagi barcha sirlarni, darsliklarni. Hatta lekin boyagi blogerlarni ko'rdinglarmi? Lekin hozir hech kim $10 sotmaydi. Kursni hech kim $10 sotmaydi. Kamida $25-30. Eng past narxi bu ham pro versiyalari emasda, darsliklarini eng boyagi past nuqtasi mana shu $25-30 sotishyapti. Bunda unchalik ham ko'p narsani o'rgatishmaydi. Eng ko'pini hamma narsani o'rganasiz degan nimasini $100, $50 ga sotib olishingiz kerak. Kimdirlar $200 ga sotyapti do'stlar. Shuning uchun nima demoqchiman men sizlarga, prosta shaxsiy brendinglarni kuchaytirib, o'zinglarni sohanglar bo'yicha, o'zinglarni professiyanglar bo'yicha YouTube kanal ochasizlar, doktor bo'lasizlar. Doktor bo'lib o'zinglarni usluginglarni sotasizlar. Kimdir savdogar, sotuvchi bo'ladi, nimadir sotadi. Mana shuni ketidan juda katta pul ishlasa bo'ladi. Yana o'zimni misol qilyapman do'stlar, qaranglar, men oddiy agar 30 ta to'liq video darslik kurs tayyorlab turib $10 dan sotsam, spokойно 1000 ta odamga $10,000 ga sotib olaman. Maksimalni 1 oy vaqt ketkazaman. Faraz qilinglar, 1 oyda $10,000 ishlasa bo'ladi. Realni. Bu ham mana shu yaxshi yo'li, buni ham yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Undan tashqari endi keyingisi boya aytganimdek, o'zinglarni tovaringlarni sotsanglar bo'ladi. Bemalol kimdirlar, misol uchun Xitoydan bir narsalarni zakaz qilib, o'zini YouTube kanali orqali sotadi va bundan katta daromad qilsa bo'ladi. Endi yana buni yo'llari ko'p aslida do'stlar. Yana qaysi, misol esimga kelganlarini bugun sizlarga o'rgatdim. Lekin YouTube'da o'zbekcha YouTube kanali yuritmoqchi bo'lsanglar, monetizatsiyani chiqaringlar. To'g'ridan to'g'ri reklamadan juda katta pul topasizlar. Undan tashqari o'zinglarni boyagi usluginglarni sotasizlar, ya'ni o'zinglarni tovaringlarni yoki o'zinglarni biliminglarni sotsanglar bo'ladi. Bu narsaning hech qanday yomon joyi yo'q. Bemalol bilgan narsanglarni pulga sotsanglar, bu halol bo'ladi albatta. Bemalol sotishinglar mumkin. Albatta kimdirlar bu narsani pulga o'rgangan, shuning uchun pulini oqlash uchun ham pulga sotadi. Ham pulga sotib olingan narsani qadri bor deganday do'stlar, kimdirlar aynan pulga sotib olgani uchun o'rganadi-da. Bepul narsani qadri yo'q do'stlar. Misol men bepul darslik tayyorlab chiqarib qo'ydim-da, mana shu YouTube'ni texnik tomonidan amerikanskiy YouTube bo'ladimi, o'zbekcha YouTube bo'ladimi, noldan o'rgatib, videoni to'g'ri joylashgacha to'liq o'rgatib, pastda mana video chiqarib qo'ydim. Mana bepul video chiqarib qo'ydim. Yaxshi prosmotr, yaxshi 60 mingta prosmotr bo'ldi. Sababi bu действительно foydali video bo'lganligi uchun ko'pchilik ko'ryapti, rahmat aytishyapti. Sizlarga ham rahmat mana shunday podдержка qilganinglar uchun. Kimdir yana ko'rmoqchi bo'lsa, pastda ssilkasini qoldiraman videoni oxirida do'stlar. Shu bugun sizlarga mana shu o'zbekcha YouTube kanaldan ham 2026-yil bo'ladimi, 2027-yil bo'ladimi, boyagi действительно pul ishlasa bo'ladimi degan odamlarga mana shu videoni tayyorladim. O'zbekcha YouTube kanaldan katta pul ishlasa bo'ladi do'stlar, faqat to'g'ridan to'g'ri reklamadan. Lekin agar bitta yo'li bor. Prosmotrdan, monetizatsiyadan ham, o'zbekcha monetizatsiyadan ham katta pul ishlasa bo'ladi, faqat sizni boyagi kanalingiz развлекательный bo'lishi kerak. Ya'ni ko'p prosmotr oladigan kanal bo'lishi kerak, qiziqarli bo'lishi kerak. Misol uchun meni kanalim bu обучающий, shuning uchun 60 mingta prosmotr bu juda katta prosmotr degani do'stlar. Misol uchun shunday kanallar bor, qiziqarli, kulguli kanallar bor, 600 mingta prosmotr olsanglar, faraz qilinglar, misol $25 emas, $250 pul ishlaysiz. Bu bitta videodan do'stlar. Undan tashqari YouTube shunday narsa, bitta video chiqarib qo'ysanglar, bu sizlarga вечный зеленый kontent. Bu yillar davomida sizlarga pul olib keladi. Yillar davomida pul misol tomib turadi. Misol bitta video bo'lsa, bitta videodan $25 bo'lsa, 1000 ta videodan qancha pul ishlasa bo'ladi? To'g'rimi? Menda 1000 ta emas, 20 tami videom bor xolos mana bu YouTube kanalimda. Shu do'stlar, bugungi video roligim ham juda cho'zilib ketdi, adashmasam, lekin sizlarga mana shu o'zbekcha YouTube kanaldan qanday qilib pul ishlasa bo'ladi, shularni maksimalni o'rgatib qo'yay dedim. Kim misol YouTube kanali to'liq o'rganmoqchi bo'lsa, to'liq noldan YouTube kanal ochib, o'zi shaxsiy YouTube kanalini ochib, videoni to'g'ri joylashni o'rganishni xohlasa, mana shu pastdagi videoni ko'ringlar. Salomat.